Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Men Boylarib Alijon Karimqulovich 1962-yilda tug'ilganman. Namangan viloyatining olis bir qishlog'imiz nomi Mozorko'hna bo'lgan. Otam, onam shu kolxozda ishlaydigan mehnatkash insonlar bo'lishgan. Hattoki onam maktabni bitirmaganlar, maktabda o'qimaganlar, o'qish yozishni bilmasdilar, lekin bizani har doim shu o'qishga rag'batlantirardilar. Shu narsalar bo'ldimi? Biz 7 ta farzand hammamiz oliy ma'lumotli bo'ldik. Bolalik haqida gapirganda biz bolaligimizda shu yosh boladan tortib to 70 yoshgacha doim mehnat bilan band bo'lgan. Onam ham ko'p gapirardilar shu. Yo'l qurgan, ko'prik qurgan savobi ko'p bo'ladi bolam deb. Shuna qilib shu yoshligimdan ko'nglimga tugib kelardim. Keyinchalik bu o'sha orzular ketidan borib Toshkentga avtomobil yo'llari institutiga o'qishga kirishga sabab bo'ldi. Shu o'qishga kirganimda yana shunda juda bir qiziq hosil bo'lgan. 4 ekzaminlar topshirib o'sha mandat komissiyasiga kirganda bu yerda menimcha bir 20 dan ortiq odam, o'qituvchilar o'tirib, o'rtada prorektor o'tiribdilar. Meni chaqirishdi, bordim. O'g'lim shu Namangandan, Namangan viloyatidan shu yo'l quradiganlar ko'payib ketibdi. Studentlardan sen xohlagan fakultetingga qog'ozga yozib berganda o'tgin deyishdi. Keyin men aytdim, yo'q dedim, men yo'lchi bo'lishim kerak edi. Aytibman, senga to'lib qolibdi o'g'lim, boshqasiga o'tgin deyapman, mana qog'oz yozib berib. Yo'q dedim-da. Prorektor yo'lani shap yopdi. Men yana qayerga kelasan bo'lmasa dedilar. Keyin xo'p dedim. Shu zaldan chiqib eshik ushlaganimda to'xta dedilar. Qayt dedilar. Qaytdim. Keyin qaytib borsam bo'pti. Sen Toshkent viloyatidan kelasan. Mandatga deb qaytarib chiqarishdi. Oradan 10 kun o'tgandan keyin Toshkent viloyati boshlari bilan shu mandatga bordim. Meni 212-Yevropeyskiy gruppaga o'qishga qabul qilishgan yo'l bo'yicha. Juda ham talabchan bo'lishgan. 5 yillik davomida bilim oldik, o'qidik, tajriba almashdik, bu joylarga borib Qayyum Rahmatulloh aka degan prorab ustozimiz bo'lgan. Shu odamga boshchiligida hozir ham esimda N441 Yesin-Kaptarxona yo'lini yangi yo'nalishda qurganmiz. Shu 1 yil muddatda shu o'sha yer ishlaridan boshlab to asfalt beton qoplama, harakat xavfsizligi elementlarini o'rnatishgacha bo'lgan hamma jarayonni boshqarganman-da. Shu 1 yilda 6 kilometr yo'lni bitirib topshirgan. Birinchi qurgan yo'lim shu. Asfalt zavodda ishladim. Keyin asfalt zavodda ham glavniy texnolog vazifasini bajardim. O'sha paytda yaxshi insonlar bilan ishladim. Bu yerdagi ishlagan eng yaxshi nimalardan biri mana Azam Rahmatovich, meni to'g'ridan-to'g'ri shu davlat yo'l inspektori bo'lganlar. Meni katta hayot yo'liga yetaklagan odam shu bo'ladi. Alijon bilan har doim bir-birimizni to'ldirib, bir-birimizni ketimizdan ishlab kelganmiz. Men ishlagan joyga u kelib ishlagan, mendan keyin u ishlagan joyga men borib ishlaganman. Har doim bir-birimizni to'ldirib yurganmiz. Shunaqa bir-birimizdan qo'llash bugungi kunda mana markazda bitta bo'limda yelka-melka ishlayapmiz. Yo'l sohasini tanlamaganimda men bir adabiyotshunos bo'lsam kerak deb o'ylayman. Nimaki shu adabiyotshunoslikka, adabiyotga qiziqdim. Men hayotdan so'radim bir kun, ne yaxshilik sen berding menga. Javob berdi u ohista, sen yashading ko'p yil mardona.
Men hayotdan so'radim yana, qancha muddat g'amdan beomon. U kuldida javobin berdi, bo'la olding doim pokdono. Qo'rqmas, kuchli bo'la olding sen, boshing baland tutding har zamon. Mukofotga sabr berdim men, aql nomli toj senga in'om. Farzandlarim, 4 ta farzandim bor. Qizim meditsina sohasida, o'g'illarim hammasi yo'l sohasida. Qirib mana sohada yo'l sohasida ishlayotganimga, umuman yo'l sohasini tanlaganimdan boshlab hisoblasak 47 yil. Agar faqat faoliyat davrini hisoblasa 42 yildan beri shu sohadaman. Qurgan yo'llarimni, ishtirok etgan yo'llarimni hammasini hisoblasa yaqin 1000 kilometrga borib qoladi. Ilgari mana shu qurilgan yo'llar ota aravalarda, o'zi ag'darmaydigan transport vositalarida yo'l asosini qurish, yer ko'tarmasini qurish, yer asosini qurish mana shunaqa texnikalar bilan qilinadi. Hozirchi, hozir texnikadan umuman kamchiligimiz qolmadi. Dunyo qanaqa yaxshi texnika ishlatayotgan bo'lsa, bizda ham shunaqa texnikalar bor. Shogirdlarim juda ko'p. Shogirdlar deganda ustozimiz Alijon aka markazimizdagi barcha yosh mutaxassislarning ustozi bo'lib hisoblanadilar. Hozirgi kunda Alijon akadan o'rganadigan saboqlarimiz juda ko'p. Alijon aka hozirgi kunlarda shu yo'l sohasiga bo'lgan mehrni, yo'l sohasiga bo'lgan shijoatlarni bizlarga o'gitlar bilan tushuntirib, juda ham yaxshi maslahatlarni berib kelmoqdalar. Yoshlarga kasbga mehr bilan yondashish, qiyinchiliklarni mardonavar yengib o'tish va shu O'zbekiston yo'llarini kelajakda nafaqat O'rta Osiyoda, balki butun dunyoda eng yaxshi yo'llardan deb e'tirof etilishiga hissa qo'shishlarida hammalariga tilaklar tilayman, omad tilayman.